Surxon vohasida azaldan to'y tomoshalar ko'p kerasiz o'tmagan. Nuroniy otaxonlarimiz har bir xonadonda tug'ilgan o'g'il bolaning chavandoz bo'lib, el oshib ortilashgan alp yigit bo'lib ulg'ayishini, og'ilda tug'ilgan qulunlarning vaqti kelib bedo tulporga aylanib, chabag'oniga chin yo'ldosh bo'lishini tilab duo qilib kelishadi. Sho'rchi tumanida ham ko'pkaraning hadisini olgan mohir chavandozlar ko'p chiqqan. Bugun ham ushbu hududda xalqimizning qadimiy bu o'yini avaylab e'zozlab kelinmoqda. Endigina 32 yoshni qarshi olgan Ahadxon Chavag'on ham el yurt tilida nom qozongan. Uni nafaqat Surxondaryoda, balki qo'shni viloyatlarda ham yaxshi tanishadi. Men 1993-yil tug'ilganman. Buvamda Qilichxon Eshonboy deydi, otamda Jo'raxon Eshonboy deydi. Ko'pkari sohasiga 2012-yildan boshlab qiziqqanman. O'z yoshligimdan qiziqardim, o'z kirib kelishim 2012dan boshlab kirganman Ko'pkariga. Ko'pkariga kirib kelishimdan oldin biz Odil Chavag'onga havas qilganmiz. Keyinchalik bilan bir joyda to'g'ri kelib qolib, zalda to'g'ri kelib qolib, hali otlamaganman. Zalda to'g'ri kelib qolib tanishtirib, buvamlarga aytdim. Shu vaqtlar buvamda otini chopardi. O'shanda ham zo'r otlar bo'lar. Men endi chiqayotgan yosh bola yaxshi otni menga bermaydi. U darajam, reytingim yaxshi otni minish darajasida emas-da. Tog'am buvamga ko'rsatmasdan yaxshi otlarni jiyan buni men deb menga berib berardi. Kurang degan ot bo'lar. Buni men qal deyardi panada. Shu shartdan meni salab oyib talasam deb izidan buvam kiyinib qolardi. Sen otdan avval tajribasi bor insonga bir bo'lmasa mayib qilasan bochani deyardi. Ot zo'r edi, shu darajada zo'r edi. Bir sermashi o'sha uncha odamni mayib qiladi-da. Mana shu buvamda otlar reyting top darajasida edi-da. Surxondaryoda kuchli 10 ta zo'r ot bo'lsa, shuni 10 taliga kirardi. Ana shu otlar tufaylimi bizni kirib kelishimiz oson bo'ldi. Bunday nomdor otlarni eshitardik, minishni havas qilardik-da, endi qiziqish ortgandan keyin. Shunday otam doim aytardi, "O'g'lim, sen trenirovka qil, otlarni o'zi keladi. Sen o'z ustingda ishla, qachon bo'lsa, o'z ustingda ishla, otni o'zi keladi" deyardi. Ko'pkarida ot haydab, uloqqa qo'l cho'zgan har bir polvon sovrin emas, or uchun harakat qiladi. El orasida obro' qozonadi. Ahadxon Chavag'on ham bobo meros milliy sportimiz bilan shug'ullanib, to'y-u tomoshalarda ko'pkari ishqibozlarining mehrini qozonib kelyapti. Xalqimizda polvonlik ham, chavandozlik ham zot suradi degan ibora bor. Qahramonimiz ham o'z-o'zidan ko'pkariga qiziqib qolmagan, u chavandozlar sulolasi vakili sanaladi. Ahadxon Chavag'onning Ko'pkariga qiziqishning sababi avvalambor bularning qonida bor. Otam rahmatlining Qilichxon Eshonboyning otalari Qodirxon Eshonboy degan u kishi juda kuchli chavag'on bo'lgan. O'z davrida Buxoro Amir Alimxonning otini chopgan. O'zining eng zo'r palvoni uloqda olib ketaversa, shunday belidan ushlab, pushton bilan sudrab tashlagandan keyin Amir Alimxon chaqirgan uyiga. Chaqirsa, nima bo'lar ekan deb borsa, keyin darli tom kiydirib, shu bobamizni chavag'on qilib olganlar. Ko'p yillar otini chopgan. Yana bir bobamiz, Abdullaxon bobamiz, bu kishilar ham G'uzor bekligining otini chopgan. Bularning davomchilaridan bo'lib, farzandi Temirxon, Qodirxon, Qilichxon Eshonboylar ekalari elda eng yaxshi chavag'onlarda bo'lib o'tgan. O'z davrining zo'r insonlari bo'lgan, palvonlar bo'lgan. 150-200 kilolik toshlarni shu ko'rdim demak ko'targanda, Surxondaryo, Qashqadaryoda yashagan, Qashqadaryoning orini olib kelgan, Tojikistonga borib, Turkmanistonga borib, Afg'onistonga o'tgan. Bularning davomchilari mana Ahadxon Chavag'onimiz endi chiqibdi. Baribir qonda bor, bir kun chiqadi. El oralab chovib kelyapti. Qayerga borsa muxlisi bor o'ziga yarasha. O'zim ham Xudoga shukr sal kamroq chopdim. Endi 87-88dan keyin 90-yilgacha ozma chovib yurdim. Bizlar ota-bobo kasbda olganman. Bolalar sunnat qilamiz-da. Shuning uchun qo'llar yara bo'lib qoladi deb, balki mushayt qilib deb ko'pkari keyin ko'p chopmaganmiz. Laqabi chempion 2 yil bo'lyapti, xarid qilib olganimizga. O'zimiz mahalladan olganmiz. Belamurlarda ukasi bu. Takaga tegsa qattiq qochadigan xususiyati bor. To'g'ri aralaydi qo'rani. Menga kelganli beri bir to'yda esaqolarli zot bo'lgani, u otni minaman, bu otni minaman, achka yo'q, natija yo'q. Otam aytdilarki, "O'g'lim, buni otni ham bir min" dedi. Shunday zot aytdi. Shunday minib Noriyadan chiqdim-da bu jonivor bilan. Birinchi zot bizga kelib, mana shunday qiziqarli bo'lgan shu
Ungacha bironta zot aytishga bo'lmaganida bir qo'y 300 ming so'm aytilib turganida, kichikroq to'y edi-da. Shunday mindim, Noryagidan chiqdim, otam hali tepaga joylashib o'tirishga joylashmagan ekan, qarayapti. Men ayirtilyapman. Xursand bo'lib, bir 3-4 kun xursand qilgan jonivor. Gartak natija ko'rsatib qo'ysa, qancha bo'lsa mehr ortaveradi bu jonivorga. Bunga asosan otam qaraydi. Mehr beradi. Shu bizga ot ko'p deymiz-ya, buni uning birov yaxshi gapirsa, otini minib ketaveramiz-da, to'g'risida. Bundan oldin o'zimizga Jeron degan otimiz bor edi. Undan oldin Tyson laqabli ot choptirdik. Undan oldin bir saman choptirdik. Buvamlar ko'p ot choptirgan, ana picha saman degan otlarni choptirgan. Kurang ena tomondan bobolarimiz shunday otboz odamlar yaxshi otlar, Jeron laqabli otlar choptirgan. Elga mashhur bo'lgan otlar choptirgan. Birinchi urganishim Tyson degan laqabli ot bor edi. Shu buvam rahmatlidan bizga o'tib kelganda Sapar polvon Tyson deb choptirar, Turkmaniston, Tojikiston, Afg'oniston borib zot kamas zot ayirib kelganda ot. Bizga shu 30 yoshlarga keldi-ku. Men endi hali yosh bo'laman, ko'pkar nimaligini tushunmayman. Bir ko'pkariga bordik, chopilyapti. Men o'zim ukalarimni ot jo'natib berdim-da, o'zim bozorda bo'lganman, bozordan o'tib borgimcha ko'pkar yarimda bo'lgan. Ot yangi kelgan, biz ko'pkariga tushmaymiz, otga tushmaymiz bunday aytganda. Uloqqa aralashmaymiz, minib yurganmiz, takaga aralashmaganmiz. Endi u yaxshi uloqchil ot keldi. Qo'raga haydab berdim-da otni o'rtasiga. Hayda bo'lyapti ko'pkarda. Haydab berdim. Boya ot takani bosib qoldi. U aqlli-da. Bosib qoldi. Men shartda enkab jilov bilakka solish kerak. Shu narsalarga biz o'quv yo'q bo'lgan, tushunmaganmiz. Taka enkasizlar meniki bo'ldi. Ot bir sermab takam bilan qo'shilib tushib qolaman-da. 3-4 marta shu holat takrorlandi. Keyin bo'lmayapti, qarasam hech ilojim yetmayapti. Shu bir qo'limda taka, bir oyog'im izangiga ot bilan bila chiqib takani olib chiqib ketaman deyapman-da. Sho'rdagilar chashma, tayla takani. Unaqa qilma deyapti. 3-4 yiqitdi-da shu ot. Shundan keyin otga bilakni solish urgandim. Tushirib taylayverdi. Shu ot meni asosan uloqqa jalb qilgan. Shunda keyin bir xolgilam 20 ming so'mni ayirdim-da. Kichikroq to'y edi. Birinchi ayirganim shu Tyson bilan ayirgan. O'sha vaqt to'yiga deb taylangandi-da. Kichikroq to'y. Endi qariroq ot hamma bu tomonga qarab ot jo'nab ketdi-da. O'tirib burilsa, men qayirganim o'zi qayrilib bu tomonga solib ketdi-da. Men kutganim yo'q. Otni o'zi harakat qilyapti. Otni o'zi aldab chiqib ketyapti. Boya undagi hayajon, hali biz yosh bo'lamiz, u zot degan narsani bilmaymiz. Bizga bir mehmon keldi ayirsa ham qancha xursand. U yerga to'y egasini ayirib qo'yapti. Keyin u yerga tabriklar, xursandchilik kelib bayram qilib qo'ysoy, u qil, bu qil, o'zi ketdi, xursandchilik ulashib ketdi. Shundan qizg'ish ko'tarib, ko'pkar sohasiga kirib ketdik-da, mana Xudoga shukr. Suhbatimiz davomida Ahadxon Chabag'on ustozlari, mingan bedov tulporlari, ayirgan uloqlari-yu, chetkirlar, boshqa chavandozlar bilan munosabatlari haqida to'xtaldi. Chiroqchiga Maqsud polvon, Maqsud Chavag'on deydi. Chiroqchi Parsizdan. Shu to'yiga u tomonlarga birinchi o'tishimda o'zi. Ko'pkar boshlandi, birinchi solim taylandi. Surxonsamonda birinchi solimini ot degan zotni shundaylar ayirdim, endi uni ta'rifga tilojizda. O'zim ham hayajonda. Shu hayajondan quloq eshitmay, to'g'risini aytsam-da, u boshqacha ta'sirotda u. Ko'zimni ochsam, u tashqaridamanda. Qo'rani o'rtasida taka ko'tarayotganimni eslaman, qarasam, ot sermasi juda kuchli. Odam ot ustida turib bo'lmaydigan darajada sermayapti-da. Qarasam, o'sha tashqarida ketyapman. Bekov aytayapti, qara qo'lida ipi yo'qmi deyapti-da. Ipi yo'q, qo'lda ipi yo'q. Yana bir katta zotini Akula degan ot bilan yana bir ot zotga ayirdim. Men minib o'tgan 3 ta zo'rotlarga kelsak, birinchisi Sapar polvon, Muzrobotdan Sapar polvonni tilla samani edi. Otning xususiyati shunday ediki, u otning ustiga o'tirsangiz, ko'rpaning ustida o'tirgandek bo'lasiz. Shunchalik uyg'on. Ham takaga bir sermasangiz, takani birdan borib egallardi. Juda kuch ko'p molida. Uni kuchi cheksiz edi. Takani olib jo'natganingizdan keyin sermash uni boshqacha. Ot yertmardi. Ikkinchisi Surxonsaman. Uni xususiyati shundaki, u jonivorni xomchi ishlatmang, hech qachon xomchi ishlatib bo'lmaydi bunga. Jilovida joni yetdi. Bir qo'lingiz tegsa arma yo'q.
takani bosib qolardi. O'zi izlab topardi takani. Va keyin takani yerdan olish juda oson unda. O'zi yelkalab tutib berardi takani. U bir qarish xuddi siz poychani tikka qilsangiz, bas otni o'ziga yig'ishtiradi. Ko'zingizni ochib yumguncha tashqarida bo'lasiz. Uni chekkagirlar boshqalarga non qoldirmaydi, quvishni keragi yo'q. Bir deganda tashqariga chiqib qo'yardi. Uchinchisi kurang o'zimga yoqadigan. Uni tezligi, iyinga borishi, takani oldirishi boshqachadan. U raqibingiz qo'li kelyapti takaga, u yelkasini shunday olib qochardi. Yelkani ot jonivor ko'rardi shuni. Uncha talpani ichida sizni takani eplolmay shu egariga qo'yib ketyapsiz. Shuni sizdan nozik ketyapti, shuni bildirar. Keyin qavatida ketayotgan otlarga bir-biriga tegdirma. Taka bo'lsa otdan chiqib turadi-ku, bunday to'mpayib. Ana shu narsani otga agar urilsa tushib qoladi. Uni ot sezardi. Shuni urmay, otni dumidan shunday joy qoldirib takani olib o'tib ketardi. Otning xususiyati, shu xususiyat menga juda yoqardi-da. Otni deydi, oyoqni deydi, izangga qo'yganda seni kimliging biladi deydi. Endi birinchi qoyil qolganimiz men ustozimiz Odil Javoxon. Misol uchun men takani bir jo'natib ketsam, qaytib kelsam, dam qaytib rostlangancha ancha vaqt o'tadi. 5 minut, 3 minut o'tar bo'lishi mumkin. Lekin biz ustoz shunday taka bir ayerda bekor joyiga qoldi, chala desa, otni o'tirg'izib qaytarib keladi-da, yana shu yerdan takani tushgan joyidan olib ona sutdan halol qilib ayiradi. Shu yerga men shu yerga motivatsiya olaman-da shundan ko'rib. Ikkinchisi Jamshid Javoxon. Sheroboddan. U takani bossa, uni taqimidan hech kim taka ola olmaydi. Otni qaytaradi, joyiga o'tirg'izib qaytaradi. Har qanday ot bo'lsin. Uchinchisi Nursulton Javoxon. Endi shu juda og'ir vazmin, bir gapirmaydi ham, hammaga mana shu bir xil mana shunday axloqi, uni xulqi menga juda yoqadi. Endi 3 ta zo'r chetkirlardan birinchisi Sardor Javoxon, chetkir. Unda shunday xususiyat borki, polvonni tagidagi otgacha biladi, uni otni qayerga jo'nashigacha e'tibor beradi-da. Shunchalik yodlab oladiki, uni qarasangiz bir pasda bu tomonda turgan bo'lsa, bir pasda bu tomonga o'tadi. U oldindan biladi, bu ot qayerga jo'nashini, qayerga tomonga qaytishini. Men unga doim qoyil qolaman uni. Ikkinchisi men yerda Madanada Jalol deydi. Dadasining ismini Ravshan Javoxon deydi. Uni abjirlik o'zi men kichkina bo'lib qolaman palvonlarning ichida. U mendan ham kichkina-da. Otni ustida shunday o'ynaydi. Ko'rsangiz havassiz ketadi-da. Uchinchisi Qashqadaryodan Ilyos, Qashqadaryodan. Nishondan Ilyos. Men shu zotlar ichida bir tilla ayirganman, onamga birinchi sovg'a qilganman. Endi Ko'pkaridan kelganda uni boshqacha bo'ladi. Ko'chadan olib kelgandan ko'ra uniki shirinroq. Ko'pkari oriyat maydoni. Unda uloq ayirgan polvon va otlar olqishlanadi. Lekin bu anchagina og'ir va qiyin yumush. Polvon uchun ham, ot uchun ham har lahzada xavf bor. 100, 200, 300, ba'zan esa undan ham ko'p tulpor qatnashgan to'dagi ot haydash oson emas. Shu bois qahramonimiz muntazam ravishda o'z ustida ishlab, mashg'ulotlar olib boradi. Endi hozir mavsum tugagan vaqtda tanalar bo'shab qolmasligi uchun hozirgi sport bilan shug'ullanib turamiz. Jismoniy baquvvat bo'lish uchun Ko'pkariga ham mana shunday jismoniy tayyorgarlik bo'lmasa, qiyinroq bo'lib qoladi chamondoz uchun. Shu bizga ustozlar ko'rsatgan yo'rig'idan yurib harakat qilamiz. Ustozlarning nima ko'rsatmasi bo'yicha bizni nimalarimiz ko'rsatganday bajarishga. Sevimli mashg'ulot men uchun eng ot ustida ishlash jarayonida. Mana shu holat ming qaytarilsa, odam keyin Ko'pkari jarayonida shunchalik oson bo'ladi-da. Nomoddiy madaniy meros sifatida e'zozlanib, qadrlanib kelinayotgan Ko'pkari milliy o'zligimizning bir qirrasi bo'lgan xalqona sport o'yinidir. Uning dovrig'i yana qanchadan qancha davrlarni, zamonlarni zabt etishiga shubha yo'q. Zero o'zbekning alp chavandozlari, Chabdas yigitlarining Ahadxon Chabag'on kabi bilagida kuchi, yuragida o'ti bor ekan. Maydonga ot solaveradi, uloq ayiraveradi, Ko'pkari esa davom etaveradi.